Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun sizga juda muhim bir ma'lumotni yetkazmoqchiman. Bu har bir nafaqaxo'rning hayotiga bevosita ta'sir qiladigan, yaqin kelajakda amalga oshishi kutilayotgan jiddiy o'zgarishlar haqida. Aynan bu barcha nafaqaxo'rlarga taqiqlanadi degan sarlavhani bejiz tanlamadik. Bu gapning zamirida juda katta ma'no yotibdi va uning tafsilotlarini bilish har biringiz uchun, hatto nafaqaxo'r bo'lmasangiz ham muhim. Chunki bu o'zgarishlar sizning yaqinlaringizga, ota-onangizga, buvi bobongizga tegishli bo'lishi mumkin. Shu sababli videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Kanalimizga hoziroq obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Bu sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim, toki biz bunday muhim ma'lumotlarni kengroq auditoriyaga yetkaza olaylik. Qanday edi va nima o'zgardi? Avvallari nafaqalar va turli ijtimoiy yordam pullari, xususan moddiy yordam, uy-joy kommunal xizmatlar uchun kompensatsiyalar va boshqa bir martalik to'lovlar ko'pincha naqd shaklda berilardi. Nafaqaxo'rlar o'z pensiya pullarini pochta bo'limlaridan yoki ba'zi hollarda to'g'ridan-to'g'ri uyiga yetkazib beruvchi xodimlar orqali olishardi. Bank kartalaridan foydalanish kengaygan bo'lsa-da, ko'pchilik hali ham naqd pulga qulaylik sifatida qarardi. Ayniqsa, qishloq joylarda bank infratuzilmasi yetarlicha rivojlanmagani sababli naqd pulga bo'lgan ehtiyoj yuqori edi. Ijtimoiy yordamni olishda qo'shimcha daromadlar yoki mol-mulkni to'liq deklaratsiya qilish masalasi ham unchalik qat'iy nazorat qilinmasdi. Ba'zi holatlarda nafaqaxo'rlar kichik biror ish qilib qo'shimcha daromad topsa ham bu haqida rasmiy idoralarga xabar berishga shoshilmasdilar. Davlat esa bu pullarni kimga va qanday taqsimlashni nazorat qilishda ancha qiyinchiliklarga duch kelardi. Endilikda esa ahvol tubdan o'zgarmoqda. Hukumatning yangi qarori yoki qonuni loyihasi nafaqalar va ijtimoiy to'lovlar tizimini yanada shaffof, adolatli va manzilli qilishni maqsad qilgan. Asosiy o'zgarish shundaki, endi ayrim turdagi ijtimoiy yordamlar, masalan, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan moddiy yordam, uy-joy subsidiyalari va bolalar nafaqalari faqat va faqat bank kartalari orqali amalga oshiriladi. Naqd pulda berish amaliyoti butunlay tugatiladi. Bu degani, ushbu turdagi yordamni olayotgan har bir nafaqaxo'r fuqaro bank kartasiga ega bo'lishi shart. Ikkinchi muhim o'zgarish shundaki, ijtimoiy yordam olayotgan nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha daromadlar va mol-mulkni deklaratsiya qilish talablari keskin kuchaytiriladi. Ya'ni, agar siz davlatdan kam ta'minlanganlik yoki muhtojlik asosida biron bir yordam olsangiz, endi sizning barcha daromadlaringiz nafaqadan tashqari va mol-mulkingiz, uy-joy, avtomobil, yer uchastkasi kabi qat'iy tekshiriladi. Agar aniqlansa-ki, sizda belgilangan me'yorlardan ortiq daromad yoki mol-mulk bor, ammo bu haqda ma'lumot bermagan bo'lsangiz, sizga berilayotgan yordam to'xtatiladi va ba'zi hollarda noqonuniy olingan pullarni qaytarish talab qilinishi mumkin. Aynan mana shu jihat bu barcha nafaqaxo'rlarga taqiqlanadi degan sarlavhaning mag'zini tashkil etadi. Endi muhtoj bo'lmagan holda ijtimoiy yordam olish yoki naqd pulda yordam olish taqiqlanadi. Bu o'zgarishlarning asosiy sabablari quyidagilardir. Birinchidan, tizimdagi korrupsiyani va suiiste'molliklarni kamaytirish, pul mablag'larining aniq manzillarga yetib borishini ta'minlash. Ikkinchidan, ijtimoiy yordamni faqatgina haqiqatda muhtoj bo'lgan fuqarolarga yo'naltirish. Uchinchidan, moliyaviy savodxonlikni oshirish va raqamli to'lovlarni rag'batlantirish. To'rtinchidan, naqd pul bilan bog'liq xarajatlarni inkassatsiya, saqlash, tarqatish, qisqartirish orqali byudjet mablag'larini tejash va ushbu mablag'larni yanada samaraliroq ishlatish. Buni bilishingiz shart. Kim xavotir olishi kerak va kimga ta'sir qilmaydi? Xo'sh, bu o'zgarishlar kimga ta'sir qiladi va kimga emas? Keling, batafsil ko'rib chiqaylik. Nima bo'lishini bilishingiz kerak. Birinchidan, agar siz pensiyangizni yoki boshqa ijtimoiy nafaqalaringizni hozirda hali ham naqd pulda olayotgan bo'lsangiz, yaqin orada bank kartasiga o'tishingizga to'g'ri keladi. Bu majburiy talabga aylanadi. Ayniqsa agar siz moddiy yordam, uy-joy kommunal xizmatlari uchun kompensatsiya yoki bolalar nafaqasi kabi ijtimoiy to'lovlarni olayotgan bo'lsangiz, bu sizga bevosita ta'sir qiladi. Hukumat ma'lumotlariga ko'ra, hozirda nafaqaxo'rlarning taxminan 22% hali ham naqd pul to'lovlarini afzal ko'radi, ayniqsa chekka hududlarda. Mana shu toifa uchun o'zgarishlar eng sezilarli bo'ladi. Ular bank kartasi ochishlari va undan foydalanishni o'rganishlari kerak. Ikkinchidan, agar siz davlatdan kam ta'minlanganlik yoki muhtojlik asosida turli yordamlar, masalan, temir daftar yoki
ayollar daftari orqali beriladigan yordamlar, energiya resurslari uchun kompensatsiyalar olayotgan bo'lsangiz va nafaqadan tashqari boshqa daromadga ega bo'lsangiz, yoxud nomingizda qo'shimcha mol-mulk mavjud bo'lsa, bu haqda rasmiy organlarga to'liq ma'lumot berishingiz shart. Endi bu ma'lumotlar qat'iy tekshiriladi va xufiyona daromadlar yashirish imkoniyati cheklanadi. Kim xavotir olish kerak? Bir, naqd pulga qaram nafaqaxo'rlar. Agar siz faqat naqd pulda pensiya yoki ijtimoiy yordam olishga odatlangan bo'lsangiz, bank kartalariga o'tish jarayoni siz uchun bir oz noqulaylik tug'dirishi mumkin. Banka borish, karta ochish, undan foydalanishni o'rganish va ba'zida bank terminallari yoki ATMlarni izlash muammosi paydo bo'lishi mumkin. Masalan, 7-5 yoshli Oysha buvi bir umr pochta orqali pensiya olgan. Bank kartasi u uchun butunlay yangi tizim bo'lib, biroz stressga sabab bo'lishi mumkin. U karta ochish, PIN kodni eslab qolish va undan pul yechishni o'rganish kerak. 2. Qo'shimcha daromadini yashiruvchilar. Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz va shu bilan birga kvartira ijara berishdan, bog'dagi mahsulotlarni sotishdan, hunarmandchilikdan yoki boshqa norasmiy ishlardan daromad topsangiz va bu daromadni ijtimoiy xizmatlarga ma'lum qilmagan bo'lsangiz, sizda xavotirlanishga asos bor. Masalan, yetim yoshli Ahmad bobo o'zining ikkinchi kvartirasini 2000 so'mga ijaraga beradi. Agar u ilgari 5000 so'm miqdorida kam ta'minlangan oilalarga beriladigan moddiy yordam olgan bo'lsa, endi bu yordam to'xtatilishi mumkin. Chunki uning rasmiy pensiyasidan tashqari qo'shimcha daromadi belgilangan me'yorlardan ancha yuqori. Yangi qoidalar bo'yicha, masalan, har bir oila a'zosiga to'g'ri keladigan o'rtacha oylik daromad minimal iste'mol xarajatlardan aytaylik 1.500.000 so'm oshsa, ular kam ta'minlangan hisoblanmaydi. Ahmad boboning umumiy daromadi 2.000 ijara, 1.000 pensiya, 30.000 so'm bo'lib, bu belgilangan me'yordan ancha yuqori. Nomida mol mulki bor, ammo muhtojlik asosida yordam oluvchilar. Agar sizning nomingizda ikkinchi uy, yer uchastkasi yoki qimmatbaho avtomobil kabi mol mulk bo'lsa-yu, shu bilan birga davlatdan muhtojlik asosida ijtimoiy yordam olayotgan bo'lsangiz, sizning holatingiz qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Misol uchun, oltin taqiz yoshli holda opa bir uyda yashaydi, lekin qishloqda eski hovlisi ham bor. Agar u ilgari har oy 300.000 so'm miqdorida modda yordam olib kelgan bo'lsa va endi uning nomidagi ikkinchi mol mulk garchi eski bo'lsa ham aniqlansa, yordam to'xtatilishi mumkin. Yangi qoidalar mol mulkni bog'lash bo'yicha qat'iy mezonlar joriy etish kutilmoqda. Kimga ta'sir qilmaydi yoki minimal ta'sir qiladi? Bir tanish pensiyasini bank kartada oluvchilar. Agar siz allaqachon pensiyangizni bank kartasiga olib, undan faol foydalanayotgan bo'lsangiz, bu o'zgarishlar sizga deyarli ta'sir qilmaydi. Faqatgina agar siz kam ta'minlanganlik asosida qo'shimcha ijtimoiy yordamlar olayotgan bo'lsangiz, unda sizning daromad va mol mulkingiz to'liq deklaratsiya qilinganligiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Faqat pensiya oluvchilar va qo'shimcha daromadga ega bo'lmaganlar. Agar siz faqat pensiya hisobiga yashasangiz va davlatdan boshqa hech qanday ijtimoiy yordam olmasangiz, shuningdek boshqa mol mulkingiz bo'lmasa, bu o'zgarishlar sizga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Aksincha, tizimning shaffofligi tufayli haqiqiy muhtojlarga yordam ko'lami ortishi mumkin. 30. Haqiqiy muhtojlikka asoslangan holda yordam oluvchilar. Agar siz haqiqatan ham kam ta'minlangan bo'lsangiz, daromadingiz rasmiy va minimal talablardan oshmasa, mol mulkingiz yo'q bo'lsa va shu sababli ijtimoiy yordam olayotgan bo'lsangiz, bu o'zgarishlar sizning foydangizga xizmat qiladi. Tizimdagi suiiste'molliklar kamaygani sari siz kabi haqiqiy muhtojlarga ajratilayotgan mablag'lar samaraliroq ishlatiladi. Keling, bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik. Misol 1. Nafaqaxo'r Maftuna oppa, yetim 2 yoshda. U yoqqa o'zi yashaydi, farzandlari chet elda. Uning oyiga 1.200.000 so'm pensiyasi bor. Bundan tashqari, u 300.000 so'm miqdorida uy-joy kommunal xizmatlari uchun kompensatsiya oladi. Shu paytgacha bu kompensatsiya naqd pulda pochta orqali berilardi. Endilikda yangi qoidalarga ko'ra Maftuna opa kompensatsiyani olish uchun bank kartasiga ega bo'lishi shart. Agar uning kartasi bo'lmasa, u yaqin oradagi bank filialiga borib karta ochishi kerak bo'ladi. Uning umumiy oylik daromadi pensiya kompensatsiya 1.500.000 so'm. Bu minimal iste'mol xarajatlari me'yoridan aytaylik 1.500.000 so'm oshmaydi. Shuning uchun uning kompensatsiyasi davom etadi, faqat to'lov usuli o'zgaradi.
Misol 2. Nafaqaxo'r Bobur aka 17 yoshda. Uning oylik pensiyasi 20-100 ming so'm. Bundan tashqari u kichik bir do'koni bor. Undan oyiga o'rtacha 800 ming so'm daromad topadi. Bu do'kon rasman ro'yxatdan o'tmagan. Bobur aka shu paytgacha kam ta'minlangan oilalarga beriladigan bir martalik moddiy yordamni har 6 oyda bir marta 1000 ming so'm olib kelardi. Yangi qoidalarga ko'ra Bobur akaning daromadlari tekshirilganda, uning norasmiy do'kondan olgan daromadi ham hisobga olinadi. Uning umumiy oylik daromadi 1 million pensiya plus 800 ming do'kon 1 ming so'mga yetadi. Agar belgilangan me'yor, masalan, minimal iste'mol xarajatlarining 5 baravari, ya'ni 2000 so'm ostida bo'lsa, u yordam olishda davom etishi mumkin. Ammo agar qoida bo'yicha bu me'yordan oshib ketsa, masalan, agar me'yor 1 ming so'm etib belgilansa, uning yordami to'xtatiladi. Bu yerda Bobur aka qo'shimcha daromadini rasmiylashtirish yoki ijtimoiy yordamdan voz kechishi kerak bo'ladi. Misol uchun, nafaqaxo'r Dilfuza xola 19 yoshda. Uning pensiyasi 1 million so'm. Uning farzandlari Rossiyada ishlaydi va har oy 500 ming so'm yordam puli yuborib turishadi. Bu pullar uning bank kartasiga kelib tushadi. Shu paytgacha Dilfuza xola temir daftar orqali moddiy yordam olgan. Yangi qoidalar bo'yicha uning bank hisobiga kelib tushadigan pullar ham daromad sifatida hisobga olinishi mumkin. Uning umumiy daromadi 1 million pensiya plus 5 million farzandlar yordami 1 million 5 million so'm bo'ladi. Agar bu summa muhtojlik mezonlaridan oshmasa, u yordam olishda davom etishi mumkin. Lekin agar me'yor, masalan, 1 ming so'm qilib belgilansa, uning yordami to'xtatiladi. Bu yerda asosiy nuanca farzandlardan kelgan pulni daromad deb hisoblash mezonlari aniq belgilanishidir. Istisnolar, tuzoqlar va ko'zdan panada qoladigan jihatlar har qanday qoida kabi bu yangi o'zgarishlarda ham istisnolar. E'tibor berish kerak bo'lgan tuzoqlar va nozik shartlar mavjud. Istisnolar men nogironligi bo'lgan shaxslar va o'ta keksa nafaqaxo'rlar. Juda og'ir nogironligi bor yoki yoshi juda keksa, masalan, 85 yoshdan yuqori bo'lgan, bank kartasidan mustaqil ravishda foydalana olmaydigan. Yaqin qarindoshlar ham yordam berish imkoniyatiga ega bo'lmagan fuqarolar uchun maxsus mexanizmlar joriy etilishi mumkin. Bunday holatlarda nafaqani uyga yetkazish xizmati yoki mobil bank xizmatlari orqali naqd pul yechib berish kabi yechimlar ko'rib chiqilishi mumkin. Bu albatta juda cheklangan holatlar uchun amal qiladi va maxsus hujjatlar bilan tasdiqlanishi talab etiladi. Masalan, tuman tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasi TMEK xulosasi va mahalla rais tavsiyasi asosida harakat qilinadi. 2. Favqulodda vaziyatlar uchun bir martalik yordamlar, tabiiy ofatlar, suv toshqini, zilzila yoki boshqa shoshilinch holatlar yuzaga kelganda davlat tomonidan beriladigan bir martalik. Kichik miqdordagi moddiy yordamlar vaqtinchalik naqd pulda berilishi mumkin. Bu istisno ham umumiy qoidani buzmaydi, balki favqulodda ehtiyojlarni qoplashga qaratilgan. Ammo bu ham doimiy amal qilinadigan amaliyot emas, balki istisno tariqasidagi qoralardir. 30 chekka bank infratuzilmasi mavjud bo'lmagan hududlar, ba'zi chekka qishloqlarda bank filiallari, ATMlar yoki POS terminallar yetarli darajada mavjud bo'lmasligi mumkin. Bunday hududlar uchun ham vaqtinchalik yengilliklar yoki maxsus mobil kassa xizmatlari tashkil etilishi mumkin. Biroq bu ham doimiy emas, davlatning maqsadi barcha hududlarda bank xizmatlari qamrovini kengaytirishdir. Tuzoqlar va noaniq jihatlar 1. Raqamli savodsizlik va firibgarlik. Ko'pgina keksa yoshdagi nafaqaxo'rlar bank kartalari va mobil ilovalardan foydalanishni bilmaydilar. Bu holat firibgarlar uchun qulay imkoniyat yaratishi mumkin. Ular nafaqaxo'rlarga yordam berishni bahona qilib, ularning kartalari ma'lumotlarini PIN kod o'g'irlashi va pullarni yechib olishi mumkin. Bu juda jiddiy xavf. Nafaqaxo'rlar o'z karta ma'lumotlarini hech kimga, hatto bank xodimi yoki ijtimoiy xizmatlar xodimiman deb tanishtirgan shaxsga ham aytmasliklari kerak. 2. Asosiy komissiyalar va to'lovlar. Ba'zi bank kartalariga xizmat ko'rsatish uchun oylik yoki yillik komissiyalar olinishi mumkin. Shuningdek, boshqa banklarning ATMlaridan pul yechishda ham komissiya undirilishi mumkin. Bu ayniqsa kichik pensiya oluvchilar uchun qo'shimcha yuk bo'lishi mumkin. Hukumat bu masalaga e'tibor qaratib, nafaqaxo'rlar uchun bepul yoki imtiyozli xizmat ko'rsatuvchi kartalarni joriy etish kutilmoqda, ammo baribir ehtiyot bo'lish zarur.
Ba'zi to'lov terminallari ham kichik komissiya olishi mumkin. Mol mulk va daromad tushunchasining kengayishi. Yangi qonunchilikda daromad va mol mulk tushunchalariga yangicha yondashilishi mumkin. Masalan, farzandlarning ota-onalariga muntazam yuborib turadigan pullari, chet eldan keladigan o'tkazmalar, hatto kichik savdo-sotiqdan olingan daromadlar ham endi rasmiy daromad sifatida qat'iyroq hisobga olinishi mumkin. Xuddi shunday uzoq yillardan beri foydalanilmay turgan, meros qolgan yoki sotib olingan ikkinchi uy-joy, dacha, hatto kichik yer ochastkasi ham mol mulk hisoblanib, ijtimoiy yordam olish huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Agar bu mol mulklar nafli deb hisoblansa, ya'ni uni sotish yoki ijaraga berish orqali daromad olish mumkin bo'lsa, bu holatga nisbatan qat'iy choralar ko'rilishi mumkin. 4. Ma'lumotlar almashinuvi. Davlat organlari o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi kuchayadi. Soliq organlari, kadastr agentligi, banklar va ijtimoiy himoya agentligi ma'lumotlari bir-biriga integratsiya qilinadi. Bu nafaqaxo'rlarning daromadlari va mol mulki haqidagi ma'lumotlarni yashirishni deyarli imkonsiz qiladi. Masalan, agar sizning nomingizda ikkinchi uy rasmiylashtirilgan bo'lsa, bu haqda ijtimoiy himoya agentligi kadastr ma'lumotlari orqali avtomatik ravishda bilib oladi. Amaliy maslahatlar. Nima qilishingiz kerak aziz tomoshabinlar? Bu o'zgarishlar sizga qanday ta'sir qilishidan qat'i nazar tayyor turish har doim afzal. Mana siz bajarishingiz kerak bo'lgan aniq qadamlar. Bir bank kartasiga ega bo'ling va undan foydalanishni o'rganing. Agar sizda hali bank kartasi bo'lmasa, zudlik bilan yaqin oradagi istalgan bank filialiga borib, pensiya olish uchun mo'ljallangan bank kartasi oching. Ko'pgina banklar nafaqaxo'rlar uchun maxsus imtiyozli shartlarda kartalar taklif qiladi. Masalan, Xalq banki, Agrobank kabi davlat banklarida pensiya kartalari mavjud. Karta ochish uchun sizga pasportingiz kerak bo'ladi. Karta ochganingizdan so'ng uning pin kodini yodlab oling. Hech kimga aytmang. Bankomatdan pul yechishni, savdo terminallari orqali to'lovlarni amalga oshirishni, mobil ilovalar, masalan, Paynet, Klik, Payme orqali kommunal to'lovlarni to'lashni o'rganing. Agar o'zingizga qiyin bo'lsa, ishonchli farzandingizdan, nevarangizdan yoki yaqin qarindoshingizdan yordam so'rang. Ular sizga jarayonni tushuntirishlari va bir necha marta ko'rsatishlari mumkin. Asosiysi, karta ma'lumotlarini begonalar bilan bo'lishmang. 2. Barcha daromad va mol mulkingizni deklaratsiya qiling. Agar siz davlatdan kam ta'minlanganlik yoki muhtojlik asosida turli yordamlar olayotgan bo'lsangiz, nafaqadan tashqari boshqa dartomadingiz, masalan, ijara, norasmiy ishdan tushgan pul, farzandlar yuborgan pul yoki mol mulkingiz, ikkinchi uy, yer uchastkasi, avtomobil bo'lsa, bu haqda zudlik bilan tegishli organlarga xabar bering. Bu ma'lumotlarni ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limiga, mahalla fuqarolar yig'inlariga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilib, to'liq va rostgo'ylik bilan ma'lum qiling. Sizdan maxsus sharh to'ldirish talab qilinishi mumkin. Bu qadamni amalga oshirish sizni kelajakdagi noxush vaziyatlardan yordam to'xtatilishi, jarima yoki noqonuniy olingan pullarni qaytarish talabi himoya qiladi. Pensiya fondi va ijtimoiy himoya agentligidagi ma'lumotlaringizni yangilang. Agar sizning manzilingiz, telefon raqamingiz yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlaringiz o'zgargan bo'lsa, bu haqda pensiya fondi hududiy bo'limiga yoki ijtimoiy himoya agentligiga xabar bering. Davlat organlari siz bilan bog'lanish uchun ma'lumotlaringiz dolzarb bo'lishi juda muhim. 4. Maslahat olishdan tortinmang. Agar sizda bu o'zgarishlar bo'yicha savollar paydo bo'lsa yoki qandaydir tushunmovchiliklar yuzaga kelsa, pensiya fondi, ijtimoiy himoya agentligi, davlat xizmatlari markazlari yoki mahalla faollariga murojaat qiling. Ularning mutaxassislari sizga barcha masalalarda yordam berishga majbur. Ayniqsa, yangi qoidalar qaysi turdagi daromad va mol mulkni qanday hisobga olishni aniqlashda malakali maslahat juda muhim. Qayerga borish kerak? Ochiq banklar, astirish, pensiya kartasi ochish, kartadan foydalanish bo'yicha maslahatlar olish uchun. Davlat xizmatlari markazlari, DXM ijtimoiy yordam turlari, unga murojaat qilish tartibi, shuningdek, pensiya va nafaqalarga oid boshqa masalalar bo'yicha. Ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limlari, ta'minlanganlik bo'yicha murojaat qilish, daromad va mol mulkni deklaratsiya qilish, ijtimoiy yordamlarni olish masalalari bo'yicha asosiy manba. Pensiya jamg'armasi, pensiya fondi hududiy bo'limlari, pensiyani tayinlash, qayta hisoblash, to'lov usullarini o'zgartirish, masalan, naqd puldan kartaga o'tish bo'yicha murojaat qilish uchun. Mahalla fuqarolar yig'inlari
ko'pincha ijtimoiy yordamga murojaatlar mahalla orqali qabul qilinadi va ular hududdagi ahvolni eng yaxshi bilishadi. Qanday hujjatlar yig'ish kerak? Pasport har qanday davlat xizmati yoki bank operatsiyasi uchun asosiy hujjat. Pensiya guvohnomasi, nafaqaxo'r ekanligingizni tasdiqlovchi hujjat, bank kartasi rekvizitlari. Siz agar kartangiz bo'lsa, uning raqami hisob raqami agar talab qilinsa, daromadlar va mol-mulkni tasdiqlovchi hujjatlar agar mavjud bo'lsa, masalan kvartira ijarasi shartnomasi, biznes ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnoma, kadastr hujjatlari. Nima yozish kerak odatda? Sizdan maxsus blanka arizalar to'ldirish talab qilinadi. Masalan, bank kartasiga o'tish uchun pensiya fondiga ariza, moddiy yordam olish uchun ijtimoiy himoya agentligiga ariza yoki daromad va mol-mulkni deklaratsiya qilish uchun tegishli sharh. Bu sharhlar mutaxassislar yordamida to'ldiriladi va sizdan faqatgina to'g'ri ma'lumotlarni taqdim etish talab etiladi. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar. Bugun biz nafaqaxo'rlar hayotiga jiddiy ta'sir ko'rsatadigan muhim o'zgarishlar haqida batafsil gaplashdik. Asosiy e'tibor shundaki, ayrim ijtimoiy yordamlar endi faqat bank kartalari orqali beriladi va muhtojlik asosida beriladigan yordamlarni olishda daromad va mol-mulkni yashirish taqiqlanadi. Bu o'zgarishlar tizimni adolatliroq, shaffofroq qilishga va davlat mablag'larini haqiqiy muhtojlarga yo'naltirishga qaratilgan. Esda tuting, bu o'zgarishlardan qo'rqish emas, balki ularga tayyor bo'lish muhim. Zarur qadamlarni o'z vaqtida amalga oshirsangiz, hech qanday muammoga duch kelmaysiz. Agar siz bank kartasidan foydalanishni bilmasangiz, yaqinlaringizdan yordam so'rang, bank yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Daromad va mol-mulkingizni shaffof deklaratsiya qilib, kelajakdagi noxush holatlarning oldini oling. O'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha aziz do'stlar.